Ana o'zbeklarda bitta narsa borda, ayniqsa o'g'il bolalar, nafaqat o'g'il bola, tepki degan bu epidparatit degan narsa faqat o'g'il bolada emas, qizlarda ham bepushtlikka olib kelib qo'yadi. Biz nima qilamiz? Irimini bajaramiz. Egzi tuqqan odamga borib teptiramiz. So'lay bezida mana bu yerda tiqilib qolgan narsa ishi hisobiga so'lay bezi tiqilib qoldi. Tepganning hisobiga o'sha joy ochilib ketadi, bo'ldi, yaxshi bo'ldi deydi. Lekin bu pushtga ta'sir qiladi. Endi u narsani tushungan odam o'sha antibiotik kurs terapiya yoki infeksionistga olib boradi. Tushunmagan odam erim-sirimini qiladi, keyin o'sha 20 yil o'tgandan keyin oila qurgani yo qiz bola yo o'g'il bola mana shu narsadan straylat qiladi. Xullas sababi mana shu. Endi yana boshqa muammo bor ekan. Betni olib, bu qizdan tuxum hujayrani olib, probirkada urug'lantirib, tayyor embrionni matkaga qo'yadi. O'zi normada tabiiy homiladorlik qanaqa bo'ladi? Tuxum hujayra yetilib turibdi. Aktivniy spermatozoidlar bu yoqqa tushgandan keyin dumi bilan harakat qilib turbadan o'tib kelib tuxum hujayrani urug'lantiradi. Ikkalasi orqaga qaytib turbani ichida 2 hafta vaqtini o'tkazadi mana bu yoqqa yetib kelgunicha. Mana shu turbadagi proses probirkada bo'ladi. Farqi mana shunda. Uni bir hech yomon joyi yoki bo'lmasa donor qilib birovnikini qo'yib yuborish unaqa narsa yo'q. Bo'yni bilan javob, boshi bilan javob beradi shu narsaga. Nima demoqchiman? Bu yerda mablag' turibdi. U doktordan bu doktorga yurib vaqt o'tkazmaylar. Mana bu 2 ta 3 ta ham nol bo'lib qolmasin. Nechta olsa hammasini olish kerak. O'sha narsani qo'yish kerak. Обычно u ekodan bo'lgan bola ham oddiy homila, oddiy bizadagi bo'ladi. U ham hech qanaqa bir muammosi yo'q, prosta vaqtni o'tkazmaylar. Mana shu narsani tushuntirmoqchi edim. Xo'p.